Futbolni ko'rdinglarmi? Men ham ko'rdim. Yaxshi o'yin bo'ldi. Bizni zo'r ikkita golimizga raqiblar arzimagan 3 ta javob qaytarishdi. Tayyor g'alabani berib qo'ydik. 80-minutgacha yutib o'tiruvdi. Nomard. Ha yutib turibsan. Ha ko'p o'yinni bizga bermaysanmi? Yor bormaymizmi yutuvimizda qolmaydi. Landavur ish yoqmas lappashanglar. Dedi Ergashaga rahmatli ustoz. O'sha o'yin bo'ldi-da. Endi biz ham futbol nima uchun rivojlanmayapti? Chunki ozgina hamjihatlik yo'q deb o'ylayman men. Ozgina bir-biriga bo'lgan hurmat, bir-biriga masalan futbol baribir jamoaviy o'yinda, u bir kishi o'ynamaydi uni, ko'pchilik o'ynaydi. U yerda masalan men o'zim bo'lay desa, agar hech qachon yutqizadi u. Bu jamoaviy o'yin futbol. Mana jahon futbol yulduzi, dunyo futbol yulduzi Cristiano Ronaldo